Sudan armiyasi Efiopiya chegarasi yaqinidagi muhim shaharni Rsfdan egallab oldi. Sudan armiyasi janubi-sharqidagi Moviy Nil shtatidagi shaharni qaytarib oldi. Bu shtat 3 yildan ortiq davom etib kelayotgan harbiylashtirilgan tezkor qo'llab-quvvatlash kuchlari RSF bilan fuqarolik urushining markaziga aylandi. Sudan armiyasi juma kungi bayonotida Xor Hasan shahrini Rsfdan tortib olganini aytdi. Moviy Nil davlati o'zining geografiyasi tufayli mojaroning asosiy o'chog'iga aylandi. Markaziy Sudanga kirish eshigi vazifasini o'taydi va uni boshqarayotganlarga mamlakatning markaziy hududlariga ko'proq kirish imkoniyatini beradi. Shtat, shuningdek, Sudan hukumati Birlashgan Arab Amirliklari bilan birga RSFni qo'llab-quvvatlashda ayblagan Efiopiya bilan chegaradosh. Har ikki davlat ayblovlarni rad etadi. RSF shaharchani ittifoqdoshi Shimol Sudan Xalq ozodlik harakati SPLM ko'magida ushlab turgan. Sudan armiyasi RSFga shaxsiy va harbiy texnikada katta talofat berganini aytdi. Sudan Tribune nashrining yozishicha, Xor Hasanning qo'lga olinishi armiyaning Efiopiya chegarasi yaqinidagi Kurmuk shahrini qaytarib olish strategiyasining bir qismi bo'lib, u transchegaraviy savdo uchun muhim yo'lak bo'lib xizmat qiladi va asosiy infratuzilmaga, jumladan Al-Roserga kirish imkonini beradi. Buyuk Britaniyaning sobiq sog'liqni saqlash vaziri bosh vazir Keir Starmer o'rniga nomzodini qo'yishini aytdi. Shu hafta hukumatdan iste'foga chiqqan Britaniyaning sobiq sog'liqni saqlash kotibi Wes Streeting tanlov boshlanganda bosh vazir Keir Starmerning o'rniga nomzodini qo'yishini aytdi. Starmer hukumati chekkada edi. Birlashgan qirollik rahbari, uning hukmron Laboristlar partiyasi mahalliy saylovlarda halokatli bo'lganidan beri iste'foga chiqish chaqiriqlariga duch keldi. Starmer osib borayotgan tanqidlarni chetga surib qo'ygan bo'lsa-da, Londonda uning o'rniga Laboristlar tanlovi muqarrar ko'rinadi. Hali ham u rasmiy etakchilikka qarshi kurash jarayonini boshlaganini e'lon qilmagan bo'lsa-da, Streeting shanba kuni Starmerning o'rnini egallash va markaziy chap Laboristlarning yangi rahbari bo'lish uchun kurashayotganini tasdiqladi. Buyuk Britaniya parlamentida katta ko'pchilikni tashkil etuvchi boshqaruvchi partiyaga kim rahbarlik qilsa, u sukut bo'yicha bosh vazir bo'ladi. Bizga maydonda eng yaxshi nomzodlar bilan munosib tanlov kerak va men turaman, dedi Streeting shanba kuni Londondagi tahliliy markaz tadbirida. Sobiq sog'liqni saqlash kotibi Starmerni ketishi uchun vaqt jadvalini belgilashga chaqirdi. Progress guruhi yig'ilishida Laboristlar tarafdorlariga qilgan murojaatida Streeting bosh vazirni ko'zdan kechirib, Laboristlar hukumatga ham tayyorlanmagan holda kelgan, dedi. Germaniya yangi kosmik poygada oldinga chiqadi. Kosmik sanoat ko'p milliard dollarlik biznesdir. Nemis konsalting firmasi Roland Berger va Germaniya sanoat federatsiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, bozor taxminan 600 milliard dollar, 516 milliard yevro qiymatiga ega va o'sib bormoqda. 2040 yilga kelib uning qiymati 2,32 trillion dollarni tashkil etishi taxmin qilinmoqda. Bu Germaniyaning 2025 yilgi federal byudjetidan taxminan 4 baravar ko'p. Ko'pchilik yangi xususiy kosmik parvoz pirogidan bir bo'lak olishni xohlaydi. Roland Bergerning so'zlariga ko'ra, hozirda yuqori bozorga taxminan 150 milliard dollar oqib chiqmoqda. Bu yerda va kosmosda zarur bo'lgan infratuzilmani ishga tushirish maydonchalari, yer segmentlari va sun'iy yo'ldoshlardan ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Ko'proq katta ulush, taxminan 450 milliard dollar, kosmosga asoslangan yechimlar, joylashishni aniqlash, navigatsiya va vaqtni aniqlash, yerni kuzatish va sun'iy yo'ldosh aloqalaridan iborat quyi oqim ilovalariga sarmoya kiritildi. Nespace, bu ma'lumotlar biznesi, dedi BDning Nespace initiativa boshqaruvchi direktori va uning innovatsiyalar, xavfsizlik va texnologiyalar bo'limi hamraisi Mattias Vahter. Kosmosga sayohat dastlabki kunlardan boshlab keskin o'zgardi. Sovuq urush davrida bu birinchi navbatda Qo'shma Shtatlar va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi poyga edi.